Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyalarımızı başlayımız. Liksiyarısı da gacırızı. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2022 yıl 10. ayının 17. günü vatandaş. Hazır obzorcu Johnson dedi ki kurultay içili vatıdı, saylam, kaysi yolda buludu, ya ki partiye vekilleri kaysi hissiyatı buluvatıdı. Mesela kövrük vakasından keyin bunu bilgili olmasın, lekin maksat fakat bir değil. O nima? Reis Xi Jinping'ni Venesiyaga chiqarish. Yani şerefli kaldı Venesiyaga chiqarish. Yani şereflik degan qo'shtirnoq qo'yib qo'yaylik. Şerefli kaldı Venesiyaga chiqarish deydi. Muşunu yezib to'g'rimizda hozir Amerika ovoziga yetib kelgan bir parcha xabar nim deydi? Diqqatga, Jungo Kompartiyasi yuqori qatlami orqa-orqadan ifoda bildirib 20. qurultaydi. Xi Jinpingga sadoqat bilan qasam berish qurultayi bo'ldi. Mavzuli xabar 10. ayning 17. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Bunda ifoda bildirish, Reis Xi Jinpingni qo'llash mushu tariqada ketyapti deyli. Arliqda ikkini himoya qilish, ikkini turg'izish deganni Remiribo bir qancha qatim batga elib, Remiribo bir qancha qatim batdan tushirib etdi. Masalan, 8. ayning 30. kuni umumiy yig'in emas, siyosiy byuroning yig'inida ikkini himoya qilish, ikkini qo'llash, qo'g'dash degan narsani amaldan qoldirdi. Keyin 9. ayning 9. 7. kuni ochilgan umumiy yig'inda buni yana asli keltirdi. Demek Kompartiyaning yig'ini, Kompartiya o'tirib qo'yayotgan shuar siyosat yoki ideyalar. Reis Xi Jinping agar ideya va shunda deyli, ideyalar bir kuni qo'lga elindi, bir kuni qo'ldan tashlab etildi, bir kuni e'tirof qilindi, bir kuni inkor qilindi. Mushu tariqada 7. aydan boshlab hozirgacha mush qurultay ochilg'icha yetib keldi. Hisobda hozir birinchi raislik yoki sekretarlik unvoni bilan Reis Xi Jinping partiyaga yana bir qatam rais bo'lib saylansimi? Reis Xi Jinping saylanmay ikkinchi birisi sekretar bo'lib saylansimi? Jungo Kompartiyasi uchun vaqt jihatdan aytganda baribir. Mesela Reis Xi Jinping saylandi degan gap butkul dunyo xalqining oldida Reis Xi Jinpingning kim ekanligi oshkora bo'lganda, bo'libmi ko'rikka chaplangan lozungidan keyin shundoq vaziyat dunyoda yaralgan ahvol ostida sekretar bo'lib saylanadigan Xi Jinping o'zining xizmatini davomlashtirolmaydi. İkinci halda, mesela şereflik kalda Venesiyaga çekindirilgende, qo'shtirnoq ichida Venesiyaga çekindirilgende, üçüncü adam yoki ikkinchi adam hazır bulup sekretarlıkka o'ltiradigan bo'lsa, bu adam Reis Xi Jinping paydo qilgan ziddiyatlarni qaysi yo'sinda bir taraf qiladi? Mesele bu yerda. Agar o ziddiyatlarni bir taraf qilmasa, Reis Xi Jinping'in yolunu davamlaştırman dese, mushu meydanda cheng turadigan bo'lsa, onun akıbetinin buludu. Onun şahsinin akıbeti emas, bütün Jungo Kompartiyasining akıbeti qanday buludu. Hozir düvlengen o'tirib qo'yilgan nima uchun deydigan savollar mushu tariqa düvlinishga boshildi. Buning o'rtaga birisi javob berib partiya ichida yoki yuqori qatlamda birisi javob berib buni xalqqa tushuntirgudek bo'lmadi, chunki qurultay nati jiddiy ochilib o'tadi vatandosh. Hozir men ko'rdimki, Su Shaoxu nima dedi? Wang Qishan tekshirilib o'tadi dedi. Wang Qishanning kayindan qora material to'plabdi Reis Xi Jinping dedi. Shinwen Pei'an degan torbeti uning kayindan nim dedi?
Wang Qishan tekşürülüvatıdı. Meng Jianzhu tekşürülüvatıdı dedi. Bu sözgü men işinip kaldım. Mesela Wang Qishan del şu kurultay eçilediği vakta 13. günü Beijing'de yötkülüp Kazakıstan'da yığın badı. Kazakıstan'da geçildiği yığın Asya hemkarlık ve işenç yığını. Bu yığını katılış için Kazakıstan'a yetip geldi. Del şu küllerde kurultay başlanadigan ve kurultayının horpisi günleri. Bugün gücü boğan arlıqda Wang Qishan qaytib geldi yoki yığınga qatnaşdı degan söz o'ttirg'i chiqmadi. En xatarlik başlanış, belki müşiyeden başlanışı mümkün vatandaş. Andın bu vaziyetki ulaplı kelivatkan yani bir vaziyet, atının hükümetine vaziyet emas mı? Hazır Uyg'ur tillik medialarda aytilayotgan gapga qarasak vatanda, mustamlika vatanda Uyg'urlarni yana qaytadan jazo lageriga solashga başlaptı. Mesela bu qo'lga ilindi degan tariqada bo'lmasimi yoki ne qanima qamal qilish, virus tufayli qamal qilish demisimi hozir yangidan sağan, yangidan putgan va juyib turgan jazo lagerlari paydo bo'libdi. Bunu nima uchun ekanligi siz biz bir nima deyamaymiz. Çünkü Xitoyning ishidagi sabablar, ziddiyatlar mushundaq bo'lib turgan ahvol ostida bizning vatanimiz Uyg'uristonni texmi qattiq kontrol qiladiganlik kim Xitoy bo'lishidan qat'iy nazar texmi qattiq kontrol qiladiganligi sizlar bizning oldimizdagi ish. Hozir dal Uyg'uristonda yangidan jazo lageriga kishilarni yo'tkashga boshladi, opirib solashga boshladi dedi. Bu vaziyet Beijing'deki Müşkom partiyanın işki kısmındaki meseleye bağlılık mı? Veya ki yani bunun başka şekilde, başka bir kıyafette, ya ki başka bir maksat usulda Uyg'uriston meselesi de bir özgürlük bulamdı. Onu bilgisi Allah vatandaşı. Hazır vaziyetten ağırlık derecesi şu. Bu yerdeki gap mesela Uyg'uristonga ta'sir ko'rsatgan bir gap, meyli şereflik çekinsin, meyli kuch bilan çekinsin. Eğer Reis Xi Jinping çekinip vakatım saylamda qayta sayılışda kabul kılmay çekinadigan iş bo'lgan bo'lsa, hozir bu Kompartiya Beijing yuqori qatlimi dal shu vaqtda Xitoyning ichki qismidan emas. Mustamlik Uyg'uristondan ansiraydi vatandoshim. Chunki qilg'iliqni qilding-da, u odam-da bu. Yaxshi yomonni farq etdi, sen u odamga zo'ravonlik qilding-da, qayerdan kelib zo'ravonlik qilding-da. O nemishqa bunda qilsan deydigan savolni qo'ydigan fursatga erishganda, nima uchun bunda zo'ravonlik qilsan deb savol qo'ydi-da Uyg'ur degan. Bu vaziyating shundoq bo'lsa, shundoq bo'lgan bo'lsa, u vaqtida Uyg'uristondagi vaziyat ta'sir ko'rsatganligim rost. Men boshda aytdim, kimning saylanishdan qat'iy nazar, shuna nuqtada diqqat qilaman vatandoshim. Reis Xi Jinping saylanadigan bo'lsa xalqaro jamiyat bundan keyingi zo'ravon siyosatini, masalan diplomatiya siyosati ejdercha siyosatini yo'lga qo'yishga endi xalqaro jamiyat yo'l qo'ymaydi. Men tungi sizlarga so'zlagan Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi senatorlarining bayonoti oddiy bayonot emas vatandoshlar. Hem qurultayga berilgan signal, hem Cumhur Kompartiyasiga berilgan signal vatandoshlar. Herkes oddiy signal emas. Hem Reis Xi Jinping'e berilgan signal, hem kim saylansın sekreter bo'lib, shunga berilgan signal. Bu signal hem Amerika tarafından hem bütün dünya cemaat ve halkı vekili bo'lib turib berilayotgan signal desangiz bo'ldi. Nima? Agar Reis Xi Jinping sekreter bo'lib saylanadigan bo'lsa, vaqtda Amerikaga ağır oqibat keltirdi. Amerika'nın dost ve ittifaktaş devletlerine ağır akıbet keltirdi. Gapning Paskallısı mana muşu yedi vatandaş. Hazır muşu vaziyette endemeyadıma bir neçin yazıp gelgen edim. Bir anlıyorum ama bunu seriştirip bakın. Nimdeydi? Çünkü Ukrayna'da çünkü fıralar çekindirişki başladı. Hazır Ukrayna armiyası havadan, denizden, kuruluktan bir vasıta hücum etti. Qarab turun ha. Rusiyanın bu ahvali bilan Cumhur'un ahvali qaysi holatda? Selishtiring vatandoshim. Bir vasıta hücum etti.
şet galcırlası tam kısakreydi. Degендek Prezident Vladimir Putin yadro kuralları işletiş mümkün var. Halkalık peytler. 10. ayının 17. günü. 20. kurultay açıldı. Xi Jinping şuar topladı. Her bir kuşunu küçeytiş, iktisatını terakki kıldırış. Amerika Cungo ahırı bir meydan uruş kılıdı. Cenubi Deniz, Tayvan boğazı uruşunun nişanı mı? Pulga qaraydıgan yıllar. 10. ayının 17. günü yutup. Hıngday. Sıtun kövrüküge Hıngday yok geçirenler. Hıngday yok yenile kabalının ismi. Hıngday yok sıtun kövrüküge. Tut taraf katlaydıgan kövrüküge asqal lozinka şuar ve kâsi bütün dünyaya tarqaldı hazır hesapta. Beni gördünler. Bütün dünyaya tarqaldı. Purala biti 10. ayının 17. günü. Bir yerde bir hikaye varken dostum gördünüz mü? Atıdı dünya 1 milyar 100 milyon nüfusluk Cungo. 5000 yıllık medeniyet ilgi Cungo. Bak. Kudretlik ormiye, kudretlik partiye. Muşu devletin muşu künde. Derizden başını çıkarıp vakıravatkan Xitay təteyçakla qarap bakın. Uygurunu koyup durun, Tibetini koyup durun. Kamal kılıngan işkir ülkelerdeki derizden vakıravatkan təteyçaklarını görüp bakın. Sen pura muşu algı geldin. Sen pura oturuğu çıkıp toktatma zorvallıklı diyemeysen hükümetinge. Dikemma fındaydı o digen. Kövrük ulozun köçaplagan. Bu kişi kim ikendisiniz? Şarkı Şimal. İşte Mongoliya şuya gücü bardı o. Şarkı Şimal'da Mongol balı iken. Demek Çingiz Han'dan avladı değil mi? Şey demez. 1 milyar 100 milyon adamdan bir adam çıkmaydı vatandaş. Yana Mongollar. Mongollar nesildin iken. Bu kişi lozingin çaplap, şuardı çaplap, ketmey şu neh meydanda tuğan gep. Sakçılar kilip kolğagan gep. Şunun için kaçımen degen gep mi yok, karşılık kıgan gep mi yok kolğal. Kıza silahlı gördünüz mü? Şimdi bugün torbiti karsam hazır bu kişinin ismi, sürütü Amerika'daki Time Zaman Journal'ının bitigi çıkıp yaptı vatandaş. Hazır bütün dünya tarqılıştın başka bu. Amerika'da Zaman Journal'ının bitigi çıkıp yaptı. Xi Jinping'in yadroluk siyasetleri inkar kılındı. Mesela meyli bunun öyle ki bir belvaq olsun, meyli ki insaniyet ortak gövdesi olsun, meyli ki Cungo oygunuş ya ki Cungo büyüklüğü, Cungo kudreti, Cungo'nun ronak tepşi degen küçleri, hiyalları olsun, hemisi inkar kılındıydı. Hocuntav senedi peyda oldu deydi. Can Zemin yok. Cungo Kompartiyası krizisten ahırkı noktasına yetip geldi. Tallanğan abzasla Cungo iktisadı bek acızlap gitti, tövellep gitti. İkranı çıkan xat herkes rahim kılmaydı. Amerika Cungo'nu imborga qalili birdi. Pulga qaraydigan yıllar. Muşu torbitining ekranida yani yezilgan bir xat 7-2. Yani dollarga tegishilishi xalq pulining hozir 7-2ni bösüp bu o'tganni bösüp o'tgan gap. Atog'a 7-3 ga chiqishi mumkin. 7 tarafdan hozir qiziq o'yin qayerda boshlanib, qayerda davomlashyapti desangiz vatandosh qurultayda. Qurultayning ishi hozir yana Suşaxo'ning torbitida bundoq deyildi. Bir necha nafar vakil, harbiy odam. Yana bir necha nafar vakil, peshqadamlar, elki Jiang Zemin Hojintavlar guruhi emas. Ya u darajalik emas, tuvanrak peshqadamlar. Bundan 10 yıl burun
e'lon qilingan, mesela Yer Şari Vaqt gazetida e'lon qilingan bir parcha maqolani ko'tarib kelib, gul taqdim qilish, gul dasti taqdim qilish shaklida Rais Xi Jinpingga taqdim qilibdi. Rais Xi Jinpingni taxtdan tushing debdi. Rais Xi Jinping o'yinli paqay deb javob beribdi. Bu naq maydonda shundoq bo'lishi bu to'z yarashmaydigan gap bo'lib qoldi. Lekin harakat shundoq harakat qildi deb ko'rsatdi vatandosh. Hozir hisobda shu narsani his qilib yetishga bo'ladiki, qurultayning ahvoli sal nozik turadi. Qurultayning natijasi men boshda aytdim. Mayli Rais Xi Jinping partiyaga sekretar bo'lsin yoki ikkinchi bir odam sekretar bo'lsin, Arliq Likachang degan edi o. Hozir bu ism tushib qilib, Su Shaohua nima deb yozdi? Wang Huning. Endi Shi Shuji, Shi Zong deydigan gaplar qilib, Wang Shuji, Wang Zong deydigan gaplar kelamda qandaq. Bunisi ati o'g'in o'ttirg'i chiqadigan gap. Biroq hozir o'ttirg'i chiqayotgani dal shu vaqtda hozir Su Shaohua shundoq dediki, bu qatim sekretar bo'lib belgilanadigan kishi Wang Huning bo'lishi mumkin deydi. Li Keqiang nemish kelib qoldi? Biz Li Keqiangni o'ylashgan edik deydi. Biz uchun aytganda kim bo'lsa u o'xshash. Li Wulamdu, Tang Wulamdu, Wang Wulamdu, Zhang Wulam hammasi bir jangalning nimaları? Müşkleri. Hammasi bir jangalning müşkleri. Eliki büyür degan o'xshatkim kelmaydi, büyür Uyg'urni ototaymi vatandosh. Vaziyat mana shundoq. Hani bunu kuzatib turmiz. Siz kuzatib tursiz vatandosh, hozir jiddiylik. Hani başta aytganda kimning o'tirg'i chiqishidan qat'iy nazar jug'langan ziddiyatlar portlash davri keldi. Krizis 0 darajaga kelib qoldi deganda portlash davri keldi.